Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz Jasur Musofirlar kanalini kuzatib boryapsiz. Sizlar bilan men Jasurbek. Kanalimda yangimisiz, demak obuna bo'ling. Barcha videolar sizlar uchun. Obuna bo'ldingizmi? Rahmat. Demak, videoni boshladik. Batafsil videoda. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya bilan masalan ittifoqdosh, sherik davlatlar deyiladi. Nega endi boshqa masalan Hindistondan ular jalb qilib o'rnini egallamoqchi degan juda savollar va bor. juda g'alati, juda va juda shubhali ittifoqchilik bo'lyapti. G'alati ittifoqchilik sababi. O'zi normal qoidalar bo'yicha bunday bo'lishi kerak emas. Endi qarang, mana ittifoqchilarga, ya'ni O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga ham ittifoqchilarga mana talab. Siz kechagi qonun endi 1-yanvardan boshlab mana tomoshabinlar bizni shu jumladan Rossiyada ham tomosha qilayotganlar bor, shular ham bilish kerak. Ko'plari vaqtlari yo'q axborotlar izlashga. Rossiya qonun chiqardi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab qaysi o'zbek mehnat muhojiri agarda birorta bir kichkinagina hujjatida noaniqlik bo'lsa yoki birorta hujjati xato bo'ladigan bo'lsa 3 yilgacha qamash. Bu qanday ittifoqchilik? Juda g'alati ittifoqchilik emasmi? Bor yo'g'i kichkinagina bitta qonunchilikdagi kichkina xato uchun 3 yilga qamab yubormoqchi bo'lyapti. Ittifoqchi shunday bo'ladimi? Ittifoqchi o'zlari aytadi-ku, biz birga fashizmni yengdik deydi. Mana bizning umumiy tariximiz bor deydi. Ittifoqchilikka kelganda esa, mana bunaqangi yordamga kelganda esa arzimagan bir kichkina xato uchun 3 yilga qamoqchi bo'lyapti. Keyin patent pulini nima uchun faqat o'zbek va tojik to'laydi? Mana kelayotgan hindlarga patent puli yo'q. Ular imtihon topshirmaydi rus tilidan. Mana hozir Anvar aka aytayapti hozir, maqsad uy emas deb. Denis Manturov demak kecha Hindistonda aytdiki, переработка sanoatimiz uchun, qayta ishlash sanoatimiz 800 mingta bizga Hindistondan odam kerak dedi. Servis uchun 1,5 millionta odam kerak dedi. 1,5 millionta. Hali deyapti, bu yoqda sanoatimiz bor va qurilish industriyasi bor. Umuman olganda aytdi, cheksiz dedi. Bu Manturovning gapi. Birinchi первый vitse-premier Manturov cheksiz miqdorda Hindistonlarni qabul qilishga tayyormiz deb aytdi. Ikkinchi tomondan esa mana o'zbeklarga, tojiklarga hozirgida kichkinagina bir xatoingiz uchun 3 yilga qamaymizni qonun chiqarib o'tiribdi. Mana sizga bo'ladi. Mana sizga ittifoqchilik. Bolalar maktabga kirmasin deydi. Maktabga kirmasin deydi, barakallah. Bu yerda maqsad Markaziy Osiyoni, O'zbekistonni, Tojikistonni va balki Qirg'izistonni ham mehnat bozoridan shu 4-5 yillik demak kelajakda perspektivada mutlaqo siqib chiqarish. Bu yerda iqtisodiy manfaat bor. sabab Kamoliddin, sabab. O'zbeklar, tojiklar $700-800 eng kami $700-800 ishlayapti. Umuman olganda 1000 va plus, hindlar $250-300 ishlaydi. Hindistonda 300 million aholi kuniga $2 uchun ko'chaga chiqadi. Bu $60 degan bir oyda. Ruslar beradigan $300 ular ko'zlariga surtib ishlaydi. Moskva sudi bu haqda 18-dekabr kuni qaror chiqardi. Sud tergov qo'mitasining iltimosini qabul qildi va 15 yoshli bolani hibsga oldi. U og'ir jinoyatlar, qotillik va suiqasdda ayblanmoqda. Eslatib o'tamiz, Tojikiston fuqarosi 10 yoshli Qobuljon Aliyev hujumda vafot etdi. 16-dekabr kuni ertalab Timofey K ismli maktab o'quvchisi pichoq bilan kelib, avval qo'riqchiga, keyin esa Qobuljonga hujum qilgan. Jabrlanuvchining ukasining so'zlariga ko'ra, o'qituvchi bolalarning sinfga shoshilinch ravishda olib kirgan. Qobuljon hujumchining e'tiborini chalg'itishni aytib, zinapoya tomon yugurgan. U yiqilib tushgandan so'ng qotil unga yetib kelib, pichoq ura boshlagan. Bola olgan tan jarohatlari tufayli vafot etdi. Keyin hujumchi sinfxonalardan biriga bekinib oldi, ammo keyinchalik politsiya tomonidan qo'lga olindi. Rossiya ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, hujum o'smirning millatchi va ksenofob qarashlari bilan bog'liq. Voqea joyidan olingan video lavhalardan uning bolalardan "Sen qaysi millatdansan?" deb so'rayotgani ko'rsatilgan. Shuningdek, hujumdan oldin u sinfdoshlariga "Mening g'azabim" nomli SMS xabar yuborib, turli guruhlarga, jumladan musulmonlarga nisbatan nafratini bildirgan. Tergov qo'mitasi jinoiy ish qo'zg'atdi. Tergov davom etmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ishning barcha tafsilotlarini aniqlashtirish va tojik tomoniga zarur yordam ko'rsatish uchun Tergov qo'mitasi va Rossiya Ichki ishlar vazirligiga murojaatlar yuborganligini ma'lum qildi.